Har doim o'zimizni qilgan tajribalarimizni sizlarga doimo ulashib kelamiz. Kichkina nukleuslarimizda juda ko'p batareyalar bo'ldi. Eng zo'r effektni bergan uyalardan bu. Buni yana bitta afzalligi tez urchyapti. Shuni hisobga olgan holatda penopoliuretan uyalarning qoliplarini zakaz berdik. O'tgan yilgi tajribamizda xatolarni bu yil qaytarmadik. Ya'ni ona ara chiqarishda juda katta xatolarga yuz tutgan edik. Ya'ni bu yerda hech qanaqa rasplotimiz yo'q. Ko'rayotgan bo'lsalaring, faqat ovqatli romka. Demak, tuxumni qo'yishni boshlabdi. Breakfast ekan, endi urchish boshlandi. Juda zo'r, ham tez urchyapti, ham bu ham mana urchi. Bunisi endi karlika ekan. Karlika zoti. Qimmatkaligida belgilashdi. Tajriba qilib ko'ryapmiz. Pulverizatorda ariga sepib suvli qilib, uyalarga suv qilib, ichiga qo'yib yuboryapmiz. Arilar yaxshi qabul qilyapti. Agar so'rov bo'lmasa, o'zi uyada tuxum qo'yib yuraveradi. Qanday mazza. Ikkinchi manipulyatsiyasi boshlandi, ya'ni uyalarda asalga taxlash. Uje ovqatlantirishni ham ko'pchilik tushunmayapti. Ovqatlantirishda ikki xil yo'li bor. O'qiyapmiz, kommentariyalarda javob beryapmiz. Videoni qo'llab-quvvatlab turinglar, like qo'yib turinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'ling. Barchalarga assalomu alaykum. Bugun 18-may, kunga yakshanba. Xonadonimizda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shaharida ish boshlashdan oldin sizlar bilan anchadan beri ko'rishmoqmiz. Shunga bitta qiziqarli video qilish niyatida video qilyapman. Har doim o'zimizni qilgan tajribalarimizni sizlarga doimo ulashib kelamiz. Bu yilgi tajribalarimizda kelib chiqqan holatda, ya'ni ona aralarda urchish bo'yicha xabarlaring bor. Biz 3 ta texnologiyadan foydalangan edik. Ya'ni kichkina nukleuslar va o'rta katta nukleuslar va katta yashillar. Shular bo'yicha umumiy hisobotni qilishga harakat qilaman. Xulosalar qilasizlar o'zlaringga va keyingi yilga ona chiqarmoqchi bo'lsalaring yoki g'ummaylarda yoki chiqqan matkalarni olib bunga tashashda e'tiborliroq bo'lasizlar degan umiddamiz. Chunki bizda dehqonchilik o'zimizda ona aralar chiqadi. Urchimagan ona aralar chiqqanda ko'p batareya bo'ldi, ya'ni kichkina nukleuslarda. Kichkina nukleuslarimizda juda ko'p batareyalar bo'ldi. Tayini setga ham qilib ko'rdik. Usullarini qildik, hamma usullardan foydalandik, lekin baribir biz bergan natijani bermadi. Chunki shuna holat bo'ldi, aralarda teridik, onasi chiqib ketib qolganda qolgan aralar bunga kirib oladi. Shunaqa holatlar bo'ladi. Bunda ona aralar soni ko'payib ketgandan keyin bu ro'yga chiqishni boshlaydi. Juda qisqa vaqt ichida ichkari to'lib ketadi. Juda katta passiya bo'lganligi uchun, passikamiz bo'lganligi uchun bularga e'tibor bermaymiz. On nukleusni tashaganimizdan keyin bir haftadan keyin buni nazoratiga olganimizda bunda ichidagi ari uje ro'yga chiqib ketgan bo'ladi. Shu nukleuslarga tashaganimizdan keyin ozgina bir to'p ro'ylardan ham juda ko'p ushadik. 6 ta, 8 ta atrofida ro'y ushadik. Katta ro'yimiz hali chiqqan yo'q, chunki ularda yaxshi manipulyatsiya qilganmiz. Bu bizni aybimizda emas, chunki ari ko'payib ketyapti va buni nazoratini ola olmayapmiz, shuning uchun chiqib ketib qolyapti. Pastidagi nukleuslarimiz yaxshi effekt berdi. Keyingi yilga ko'proq mana shu nukleuslarda amalga oshiramiz. Qilmaymiz, endi qayta bu nukleuslardan yasamaymiz. Bu ham yaxshi effekt beryapti. Bundan ham qilishlaring mumkin. Bundan tashqari uyalarini mana bunaqa romkada qilinglar. Mana bunaqa romka qilganlaring maqsadga muvofiq ekan. Bu yonlarini yopishtirib yormaydi. Mana bunaqa kichkina nukleuslarimizda mana ko'radigan bo'lsalaring, tortib qo'yganda mana chekkalari devoriga yopishtirib qo'yadi va juda ko'p muammolarga duch kelyapmiz. Bitta arini ko'rish uchun bitta katta arini ko'rish bilan farqi yo'q. Bir xil vaqt ketyapti. Shuning uchun bu kichkina nukleuslarni qayta tayyorlamaymiz, lekin nukleuslarga tashlaymiz. Arimiz ko'payib ketganda buni bitta plyus tomoni ozgina ari bilan bu nukleusda ona arini chiqarib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Eng zo'r effektni bergan uyalardan bu pastidagi katta uyalar.
katta uyalarda katta bir romka qilib, yarim romka qilib aralarda tashadik va oxirgi mana shu 20 kun, 10 kun ichida hamma mana shunaqa nukleuslarimizga, bunaqa katta uyalarimizga arani tashlab yubordik. Bu yaxshi effekt berdi. Urchishi foizi ko'p. Ya'ni 10 ta tashlasangiz 8 ta 9 tasi urchib kelyapti. Ham buni yana bitta afzalligi tez urchyapti. Monukleusga tashlaganingizda nukleusda mashinani tortib, o'g'nalib, o'ziga kelguncha ancha vaqt ketib qolyapti. Bu uyalarda tayyor ovqati bor, tayyor gulchangi bor, shu tayyor arisi bor. Shuning uchun ari 3 kun dam olyapti va sirazi oblyotka chiqib ketyapti va yaxshi natijani oldik. Qisqa vaqt ichida ham urchyapti, ham qabul qilishi zo'r, ham shu bizga ma'qul bo'ldi. Bundan tashqari pena poliuretan uyalarda qoliplarini olyapmiz. Keyingi yilga yoki mana undan bir yo'li o'zgartirish kiritamiz, chunki mana bu Penaplex uyalar ko'p yillik emas, 2 yillik, 3 yillik. Biz ish davomimizda ular eskirsa yana yangi qilishga to'g'ri keladi. Shuni hisobga olgan holatda penopoliuretan uyalarning qoliplarini zakaz berdik. Bahorga tayyorgarlik ko'ramiz. Keyingi yilga bahorga 200 ta nukleus qilib, 200 ta katta uyadan qilib tashlaymiz. Ya'ni vaqti bilan 20 ta, 30 ta, 40 ta qilib 200 ta qilib oladigan bo'lsak, birinchi tashlaganlarimiz urchib yuradi, bag'dan matkalarni yig'ishtiraveramiz. Shuna qilib konveyer qilib usulda foydalansak bo'ladi. Bu bitta usul. Bizi tajribamizdan kelib chiqqan holatda shu optimal usul deb o'yladik. Siz ham mabodo shunaqa ona ara yetishtirmoqchi bo'lsangiz, iloji boricha shunaqa katta uyalarda hisobingizni qilavering. 1 romka, yarim romkada aralar tez rivojlanyapti va yaxshi chiqyapti. O'tgan yilgi tajribamizda xatolarni bu yil qaytarmadik. Ya'ni ona ara chiqarishda juda katta xatolarga yuz tutgan edik. Birinchi, ikkinchi partiyalar ham o'lib ketgan edi, chunki chiqib ketgan ari g'ajib olgan, keyin kichkina bo'lib ketgan, startyorimiz o'tirib qolgan, biz uni bilmaganmiz. Omatkalar kichkina bo'lib qolgan. Mana kecha Yaypanga, O'zbekiston tumaniga ona ara berib yubordik. Maqtashdi, ertalabda shu ko'zni quvontiradigan tabriklar eshitdik. So'xdan ham telefon qilishdi. Ya'ni onaringiz yaxshi ekan, rahmat deb shunaqa iliq tilaklarni eshityapmiz. Endi baribir bu degani biza onarilarimiz yaxshi, buzoqlarimiz zo'r degani emas. Biz shu texnologiyalarni to'g'ri qilganligimiz uchun ona ara sifatli chiqyapti. Shunga biz xursand bo'lyapmiz. Demak, mana shunaqa uyalarni yasashga harakat qilamiz. Penopoliuretan qoliplarimiz keladi. Undan zakazlarni ham qabul qilamiz. Ehtiyoj uchun chiqarib ham beramiz. Asosiysi o'zimizni ona ara urchitgani bizga yashiklar kerak bo'lar ekan. Shuning uchun buni 2 xonali, 3 xonali qilib kattaroq qilsak bo'lardi, lekin biz o'sha an'anaviy o'zimizni bitta uyada bitta ona ara boqishga harakat qilamiz. Bu yaxshi effekt beradi. Chunki boshqalarga feromon chiqmaydi, nobud bo'lmaydi. Zo'rg'a qilganingizda bitta teshik chiqib qolsa, bir-biridan o'tib, bir-birini g'ajib olishi mumkin. Shuning uchun biz buni oldini olishimiz uchun albatta bitta uyada bitta ona ara boqishga harakat qilamiz. Hozir mana bu uyani ko'rsataman yoki yonidaginimi. Mana 3-4 kun bo'lib qoldi. 3-4 kun bo'lib qoldi. Bunga ona ara tashagan edim. Natijasi qanaqa? Hozir sizlar bilan birga qanaqa qilib tashayapman, shuni ham bir namuna sifatida ko'rib olaverasizlar. Bu aramiz jicha kuchliroq ekan. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring, biz qanaqa qilyapmiz? Ya'ni bu yerda hech qanaqa rasplotimiz yo'q. Ko'rayotgan bo'lsalaring, faqat o'qatli romka. Startyorlarda ichidagi rasplotlari chiqib bo'lgandan keyin biz bularda asallarni quyib qo'yadi. Biz bularda
o'tirib bo'lmasligi uchun ulardan bir romka qilib mana shunaqa o'zi mashiga bitta ona ari bersa bo'lardi. Bizda ozgina ko'proq ekan. 2 romka olgan ekanman. Bunda уже rasplod. Urug' ham bor ekan. Mana urug' ko'rinyapti. Demak, ona arimiz urchib ketdi. Mana ona arimiz. Demak, tuxumni qo'yishni boshlabdi. Bakfist ekan. 2025-yilda Bakfist matkasi. Demak, mana shu yaxshi effekt beryapti. Mana tezda urchib ketdi. Yana urchib kelishga degan savolga mana endi urchish boshlandi. Juda zo'r, ham tez urchyapti, ham sifatli. Ko'pchilik qaldirg'och keldi, qaldirg'och o'ldirib yuboradi, isib ketdi havo degan gaplar bo'lyapti. O'zimni har doim tajribalarga tayanish kerak. Oldin misol 50 ta yashi tashagan bo'lsak, undan 30 tasi, 40 tasi urchib kelayotgan bo'lsa, hozir protsent ko'paydi. Keyingi uyamiz mana. Keyingi uyamizda ham mana ozgina ramka bilan, ari bilan bu ham mana o'qatini yeyishni boshlashibdi. Bunda ham 2 ta romka qo'ygan ekanman. Nimagadir mana shunaqa o'zi bir romkada urchitsa bo'ladi. Mana ona arimiz. Mana ona ari nima qilyapti bu? Hayronman, yotyapti. Tirikmi bu? Tirik, mana u ham urug' qo'yishni boshlabdi. Bunda ham tuxum bor ekan. Bu ham mana urchib. Bunisi endi karlika ekan. Karlika zoti tayyor mana urchidi. Demak, biz sizlarga har doim yaxshi usullarda ko'rsatamiz, chunki biz o'zimiz buni boshimizdan o'tkazganmiz. Mana keyingisi bunisi sal ko'proq ekan. Ari ko'proq bo'lsa, ushlab olishi ozgina qiyinroq bo'ladi. Ham rasplodni iloji bo'lsa, rasplodni qoldirmaslik kerak ekan. Shu ham tajribadan kelib chiqib qoldi. Bu yerda mana arilar onani yaxshi qabul qilgan bo'lsa kerak. Bu yerda ari qopti. Arimiz ko'p ekan bu yerda. Bu yerda o'zi rasplod ham ko'p ekan. Mana shunaqa rasplodli romkani iloji boricha olmaslik kerak. Mana urchimabdi hali arimiz. Mana bir yo'li belgi qo'yib sinab ko'rdim, qanaqa bo'lar ekan deb. Belgisi o'chib ketmabdi. Ya'ni qisir matkaligida, ya'ni chiqqan matkaligida belgilashni tajriba qilib ko'ryapmiz. Qanaqa natija olamiz. Demak, bunda ari ko'proq ekan, lekin mana urchib kelmabdi. Yo'q, bundan urchigan, ona arini olib, boshqa ona ari solganmiz. Keyin yana ona arini bundan olganimizdan keyin bunga chiqdi matka beramiz, ya'ni chiqdi urchimagan matka beramiz. G'ummay berilmaydi. Pulverizatorda ariga sepib suvli qilib, uyalarga suv qilib, ichiga qo'yib yuboryapmiz. Arilar yaxshi qabul qilyapti. Demak, xulosalar qilamiz. 3 ta ari tashaganmiz. Mana uchalasida ham qabul qilgan, 2 tasi uje urchib ketdi. Buni uje sotuvga tayyorlasak bo'laveradi. Sotuvga tayyorlasak bo'laveradi. Urchimagan matkani berib yana ishlatib olsak bo'ladi. Bular bizda atvodkalar. Bular bizga ona ari chiqarish uchun ishlatiladi. Agar so'rov bo'lmasa, o'zi uyada tuxum qo'yib yuraveradi. Qanday mazza. Ya'ni paxta sezonida bu ona arini o'ldirib yorib turib, boshqa uyalarga berib yorsiz ham bo'laveradi. Rasplodni tayyor sizga kuzda bir romka rasplod ishlab qo'yadi. Bash tomonlari hammasi qulay bo'lyapti. Qulayliklarini ko'rdik. Yana 2-yilda ham muammolar bo'ldi. Bu muammolarni bartaraf qildik. O'tgan yilga nisbatan ancha yaxshi harakatlarimiz. Endi davom etamiz. Yana asal sezoniga, ya'ni siz ona ari chiqarmayapsiz, lekin asal sezonini ikkinchi manipulyatsiyasi boshlandi. Ya'ni uyalarda asalga taxlash. Uje
Hozir 6 romga, 7 romga ariz bo'lish kerak. Hozir juda payti, hozirgi chiqayotgan rasplutlar sizga asal olib keladi. Ovqat kelishi Farg'ona viloyatida, ya'ni bizda Marg'ilonni sentrida tabiatdan kelishi tugadi. Shuning uchun обязательно oilalarda ovqatlantirib turish kerak. Ovqatlantirishni ham ko'pchilik tushunmayapti. Ovqatlantirishda ikki xil yo'li bor. Ya'ni birinchisi ko'p, ya'ni kuzda beriladigan, qishga tayyorgarlik ko'rilayotganda biz 1 litr, 2 litr, 3 litrgacha, ya'ni arini qabul qilishigacha menga telefon qilishyapti. 20 minutda olib qo'yapti, 10 minutda olib qo'yapti. Bo'ldi, yetadi. U yerda asal bor, ya'ni mashincha 7-10 santimetrlik asali bor. Bo'ldi, biz stimulyatsiya qilishimiz kerak. Ariga ko'p tuxum qo'yish uchun tabiatdan kelyapti deb quyishimiz kerak. Agar qo'ymaydigan bo'lsangiz, asal qiyom bermaydigan bo'lsangiz, ari tuxum tug'ishni cheklaydi. Chunki tabiatda hech nima kelmayapti. Ona tug'ib qo'ysa, bola tug'ib qo'ysam, uni qanaqa qilib boqaman degan instinkt bilan ishlaydi. Shuning uchun stimulyatsiya qilinadi. Siz beradigan 150 gram yoki 200 gram ovqatingiz bir kunda sarflanib ketishi kerak. Bugun berdingiz, bugun tugash kerak u. Asalarilar ham ovqatlanadi, xabarlaring bor, o'sha 10 minut, 20 minut oldin o'zlari ovqatlanadi, keyin bolalarini ovqatlantiradi, keyin zaxira qilishni boshlaydi. Kuz oylarida biz arini qishga tayyorgarlik paytida ko'p asal qiyom beramiz, chunki o'zi ham yeyish kerak, bolasini ham to'ydirish kerak va uyaga ham zaxira qilish kerak. Hozir biz iloji boricha uyaga zaxirasini to'xtatishimiz kerak. Bo'lmasa asal bilan aralashib, shakarli, ya'ni qiyomli toza asalmi deganda jicha ozgina anaqa bo'lib qolishi mumkin. Shu detallarigacha e'tibor berishingiz kerak. Chunki toza tog'da asali, toza paxtan asali degan bo'lsangiz, uyingizda qanchadir miqdorda shakarli qiyom bo'lishi mumkin. Ko'p miqdorda berib qo'ysangiz. Stimulyatsiyani o'zingiz nazoratini olib turishingiz kerak. Shu nazoratini olib, onani ham cheklab qo'ymaslik kerak. Bo'ldi, men sirop bermayman, asalimga asalga aralashib oladi deb bermasangiz, shu 1 oy, ya'ni asal sezoni kelguncha 1 oy onaringiz tuxum qo'ymaydi va sizni oilangiz susayib qolishi mumkin bo'ladi. To'g'ri foydalanish kerak yoki sotilayotganda ham paxtaga qo'yganmiz, paxtani asalidan deb olish, taqdim qilish kerak bo'lsa kerak. Biz endi asalni iloji boricha kam sotamiz, iloji boricha ishdagilarga, qarindosh urug'larga berib yuboramiz. Ko'p qismini o'sha chegirma narxlarda o'tgan yili men 50 ming so'mdan, 40 ming so'mdan berib yubordim. Ya'ni bizni kollektivimiz ham maza qilib asal yeysin deb 10 litr, 15 litrdan olib ketishdi. Endi uning ichida bor, qiyomi bor. Men ko'p qiyom beraman, chunki ular o'zlariga ham aytganman, men onari chiqaraman, onari chiqarishim uchun stimulyatsiya doimo sirop berib turishim kerak deb iloji boricha paxtani asaliga qaratib olib borganman. Bizda ham kristallandi. Qishda kristallandi, paxtani mazasi kelyapti, hamma yoq joy-joyida. Endi qanchadir 5%, 10% yoki 20%, balkim 30% gacha aralashib qolishi mumkin. Shuning uchun shularni hammasini oldini olishingiz kerak bo'ladi. Bu hammasi bugungi darslik hisobidan bo'ladi. Ishlar ko'p. Bugun ham onari ekishni boshlaymiz. Bog'deklarni, matkalarni yig'ishtirganmiz. Bugun zakazlarni chiqaramiz. Bugun Toshkent viloyati bilan andaqaga chiqaramiz, Chimyonga chiqaramiz. Arilarimizni kecha yig'ishtirib olib kelib qo'ydik. Bugun shu ishlarni amalga oshiramiz va olgan arilarimizni hammasiga chiqdi matkalarni berib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Savollar bo'lsa kommentariyaga yozinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ko'pchilik nomerlarimiz so'rayapti. Kanalimizda kanal haqida degan ma'lumotni bossalaring, telefon nomerlarimizgacha nima ish qilishimiz hammasi o'sha yerda batafsil yozilgan bo'ladi. Savollarni kommentariyaga yozinglar. O'qiyapmiz kommentariyalarni, javob beryapmiz. Videoni qo'llab-quvvatlab turinglar, like qo'yib turinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'ling.